Biz bolaligimizda ota-onamizni abadiy deb o'ylardik. Go'yo vaqt ularga tegmaydigandek. Ona qo'li har doim issiq edi. Ota yelkasi esa hech qachon bukilmasdi. Keyin vaqt sekin gapira boshladi. Biz esa band edik. Bir kun kelib payqaymiz. Onamiz avvalgidek tez yurmaydi. Otamiz esa bir joyga uzoq termilib qoladi. Ular o'zgarmadi. Biz kechikdik. Bolaligimizda bizni uxlatish uchun ular o'z uyqusidan voz kechishdi. Endi esa ular uyqudan tez uyg'onadi. Bizning ovozimizni eshitish umidida. Biz ulg'aygan sari ular jim bo'lib qoldi. Biz kuchli bo'ldik, ular sabrli bo'ldi. Eng achinarlisi shundaki, ular meni sog'indingmi deb so'rashmaydi. Ular kutishadi. Agar bugun imkon bo'lsa, telefonni qo'lga oling. Uzoq gap shart emas. Yaxshimisiz? Yetarli. Chunki ba'zi so'zlar kech aytilsa, abadiy qalbimizda qoladi.